Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanınki her qaysi joylardagi Uyg'ur tilini anglab tushunoladigan, Uyg'urcha tafakkur qiladigan, Uyg'ur uchun xizmat qilishni, o'z millat uchun xizmat qilishni cehennemlik hisoplamaydigan, jannatlik hisoblaydigan qadirli qarindoshlar, hammanglarninki mushu vaqti va buning deyinki vaqti xayrlik bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan sizlarga tadbiriyay sin darslarininki 27-sida doktor Erkin Sadiq efendimninki NASA'da ishlayotgan GPL'da tadbir nashriyatimiz tarafidan nashr qilingan qo'limdagi bu kitap G'oliblarning xarakteri va savoqlari degan Erkin Sadiq yozmalari 5-qism tadbir nashriyat tarafidan nashr qilingan kitap qadirli qarindoshlar. Aqsiga qarasanglar bizningki tadbir nashriyatininki logosini ko'rishlar. Biz mushu kitobdan yapınlıklarning e'tiqodi, axloqi va tabiiy xarakteri to'g'riliq bir darsni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchiman. Hammanglar bilasizlar, yapılar to'g'riliq Uyg'urlarda yozilgan kitoblar ancha ko'p emas. Bu vatanimizdagi dangliq yozuvchi, ma'rifchi Abduqodir Jaloliddin ustozninki qo'lidan chiqqan bir kitobda o'zini izlash bosug'usida degan. Şu kitapta yapılar to'g'riliq ma'lumotlar berilgan. Uyg'urlar bilan yapılarning xarakteridagi selishtirmalar, uningdan keyin taraqqiyotlar, diniy e'tiqod, urf-odat deganga o'xshash har xil mazmunlar bor qadirli qarindoshlar. Endi bugun mushu mazmunni sizlar bilan o'rtoqlashishni layık tapdım qadirli qarindoshlar. Şonlashqa qo'liqinglar. Ben hazır şu nimani o'zini izlash bosug'usida degan kitobninki ovozli kitobni, ya'ni ün kitobni o'zimizning Facebook nimamizda paylaşgan. Hazır bu chiqmayotdi. Ben sizlarga bunu bir qo'yib bermoqchi edim. O'zini izlash bosug'usida Yaponiyada ko'rgan bilganlarim sayohatnoma. Ular seminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlari ko'r bo'lmaydi. Lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Sura Haj 46-oyat. Safar qilinglar, sog'lom va rizq nasibilik bo'lsalar. Sahih hadislardan mening yurtim menga zulm qilgan taqdirdami so'yimlikdir. Mening xalqim menga bexillik qilgan taqdirdami sehiydir. Abduqodir Damolla adab oshquchidan. Bir yer, shu yerda yashovchilar sababli esil bo'ladi. Hargizmi uning aksichi bo'lmaydi. Qadimgi sharqiy hikoyatidan. Boshqalar ko'kda uchib, suvda o'sib ketdi yiroq. Men misol yalang oyoq dastlab tikan bahoriman. Abduxoliq Uyg'ur. Boshqalarni tushungan qobil bo'lur, o'zini tushungan oqil bo'lur. Sharqi Osiyo aqliyilaridan
Demek bu kitapninki kiriş sözü qadrli qarindoshlar. Kitap asli qo'limizdagi o'xshash normal bir kitap. Buni keyin İrpan şirkati bu kitapni ovozli qilib nashr qilib Bunu men sizlarga anglab chiqishinglarni tavsiya qilaman. Nəhayət isil yazılgan bir kitap. Bununla o'xshash sayohat nomilar bek ko'p yazılmaqlıq Uyg'ur tilida. Bular Yaponiya to'g'riliq yazılgan sayohatnomalar nəhayət az. Qaysi kuni Facebook'ta qarasam, bizning bir qarindishimizning Facebook'ida balkim o'zi yozgandi. Tokyo xotiralari degan bir xotira yozilib o'tibdi. Hammamiz uchun faydalı bir işini qilibdi. Allah razı olsun qarindishimizdan. Hamda biz Doktor Erkesilik akimizningki bizning foydalanishimiz uchun torlarda, internetlarda her cuma kunlik yezib vatandaşlarninki uyg'onish uchun aqliy tafakkurining texmi yükselish uchun va boshqa dunyoni o'zimizga selishtirib, ulardan texmi yaxshi bir uçurlarni, ilimlerini elişimiz üçün paydası etiga, özümüzde tərəqqi qıldırışqa paydası etiga degan məqsəddə yazılgan maqallarını toplab, kim bunu biz özürə məsləhətləşkəndən keyin kitap qılıb çıxardıq. Tədbir nəşriyyatı 7 qism kitabını çıxardı. Bu qo'lamdagisi hazır 5-ci qism kitabı bo'lgan g'oliblarning xarakteri va savaqlari degan kitap. Bu kitapның içine qarasanglar rənglik resimler var. Bunu İstanbul'daki her qaysi kitapxanalardan ve bizden şirketdən setib ala alaysızlar. Anda olsa bismillah deb biz dersimizni başlayılaylı. Bir yarım saat sürüşü mümkün. Sabrını zorlayma qadrli qarindoshlar. Sabr qilgaysizlar. Yaponluqlarning itiqadi, axloqi va tabiiy xarakteri. 2014-yili 1-oyninki 11-kuni. Men 2000-yildan 2003-yili 3-oygacha Amerika Kaliforniya shtati Kirimni jilg'isidagi bir optiklik xabarlashish zapchaslarini ishlab chiqaradigan yuqori texnologiyalik shirkatda injenerlar boshlig'i bo'lib ishladim. Shu jarayonda men şirketning texniklik vakili bo'lib, Yaponiyadagi eng iyisi yine NEC, Fujitsu qatorliq bir qism cho'ng shirkatlar bilan sodalash uchun ko'p qatim borgan edim. 2003-yili yanvar oylari bo'lsa kerak, Yaponga berib qaytishdan bir kun burun o'zimga 2 qor Yaponda tikilgan custom burulka sotmoqchi bo'lib, Tokyoda bozor aylandim. Bargan köplegen çoğ soda saraylarında Yaponda tikilgen kim tepilmedi. O yerdeki kimler asasen Jungo'da tikilgen kim. Ahırı bir küçük aile dükkanı da Yaponda tikilgen kostum borulkularını taptım. O dükkandaki kimlerden bana fakat üzümge muvaffak kiladigan numurdan bir numur küçüklerle tepildi. Yani nek kiladigan kim tepilmaptı? Çünkü yapılıklar vicik vermez mi? Bek köp yemeydi. Naiti çağlap yeydi. Yaxşı gızalanış adeti var. Ahırı bir küçük aile dükkanında Yaponda tikilgen custom borkularını taptım. O dükkandaki kiyimlerden bana fakat üzümge muvaffak kildiğin numurdan bir numur küçükler tepildi. Şundaq bolsunmu men amansız aç kiyimden 2 qor elishni qaror qilib, pul to'lamoqchi bo'lganda, do'konning egisi bu kiyim sana sal kichik kelib qopti. Buni olmag'in. Men sana ayrim buyurtib akeldirib beray deb dedi. O bir payshanba kuni bo'lib, men ertesi Amerikaga qaytib ketishning biletini allburun elib bo'lgan edim. Onunğa ahvolni aytgandan keyin do'kon egisi yanıla bu kiyim sana layık emasken, onu almag'in. Yana bir qatim kelganda o'zingga muvofiq keladigan numurliqini olg'in deb turib oldi.
Men onunğa Yaponga qaytib kelmay qilishim ehtimolga yaqin ekanligini aytib, nurg'un yalvurib yurib, helaqa ikki qur kiyimni aran testa setib oldim. Shu chaqda men ichimda agar bu do'kon egasi yaponlik emas, boshqa bir qism millatlardan bo'lgan bo'lsa edi, mana bu kiyimni andaq yarışib ketdi, mandaq yarışib ketdi deb ikki qur emas, mana onundan mo jiqraqını setib olmoqchi bo'lar edi, ha? deb o'ylab ketdim. Yaponiyada o'qigan Uyg'ur qarindoshlardan so'rasangiz, ular sizga poyezdda o'tirganda somkasini unutib qolib, uni keyin tepib olganlik haqidagi hikoyalarni so'zlab berdi. Ba'zilar atigini unutilib qolib, kechda tepib oladi. Ba'zilari buguni unutilib qolib, atsi tepib oladi. Undaq ish Yaponda o'qiyotgan vaqtimda menga bir qatim bo'lgan edi. Somkamni Tokyodagi bir poyezdda atigini unutilib qolib, kechda ash poyezdning boshqa bir bekitiga berib, ash poyezd shirkatida ishlaydiganlarga o'zimning soat qanchada qaysi bekatdan tushganligimni deb bersam, ular ash poyezdning soat qanchada qaysi bekatga keladiganligini deb bergan edi. Men shu vaqtda ash bekatda heliqa poyezdga chiqib, somkamni o'zim qo'yib qo'ygan yerdan tepib olgan edim. Men oldingi maqolada mundaq bir ishni deb bergan edim. Mening bir tunishim Yaponda o'qiyotgan vaqtida Turkiyadan kelgan bir turk do'st bilan do'st bo'lib o'tibdi. O turk dini e'tiqodi intayin kuchlik, o'ziga intayin qattiq talab qo'ydigan, xuddi bir Xizirga o'xshash salohatga ega kishi bo'lib, bir kuni o mening tunishimga mundaq debdi. Qur'oni Kerimda qandaq kishilar eng mukammal, Allah eng yoqtiradigan kishilar bo'laydiganligi haqida oyatlar bor bo'lib, men hozirgacha undaq odamlarni asosan uchratib boqmagan edim. Lekin ularni men Yaponiyada ko'rdim. Yaponliklarning ko'pinchisi ashundaq odamlardan ekan. Masaki sensei 日本人についてウイグル語で書けられた文章がありますけど、それをウイグル人に伝えたいと思ってこのライブをしています。こんばんは。Yakında Misra'nın munbiriga 2013 yılı qaysi devlet xalqlari en sapalı xalq bo'lib baholandı degan bir tema yollandı. Onun da mundaq deyilgan naql. 2013 yılı 12. ayının 15. günü Birleşken Devletler Teşkilatı yıllık doklad e'lon qilib, yer shari bo'yicha har qaysi davlat xalqlarining universal sapasining red tartibi e'lon qilindi. Ular tuvandikicha. Yer shari bo'yicha oldingi 10-o'ringa kirgan davlatlar. Yaponiya birinchisi Yaponiya. Nihon wa Uyg'ur go'de Yaponiya to iborat emas. Birinci Yaponiya, Asya kıtası, ikinci Amerika, üçüncü Fransa, dördüncü Gollandiya, 5 Şveysariya, 6 Kanada, 7 Avustralya, 8 Germaniya, 9 Rusya, 10 Yeni Zelandiya. Yer şari boyunca en kendilerini sanıgandaki 10 devlet, 168'incisi Hindistan, 167'si Cungu, 166'sı Afganistan. Aslidagi temada yana 7 davlatning ismi berilgan naql mana bu yerda tugadi. Misrlik islom dini olimi Doktor Yusuf Qardavining musulmonlarning 20-asrdagi mag'lubiyatlari degan maqolasida mundaq deyilgan. Misr Yaponiya bilan bir vaqtda Teki Yaponiyadan burunroq qudrat tepish yo'liga mangan edi. Ammo hozir qaraydigan bo'lsak, Yaponiya nada, Misr nada. Qisqasi hammamizga ma'lum bo'lganidek, Yaponliklar diniy e'tiqodi ancha yuqori emas. Ammo milliy sapasi nihoyat ustun bo'lgan bir millat.
Yapınlıqlar özünün sapasını köpüncü halda yapınlıqlar ruhi, Japanese spirit degan söz bilen tasvirlaydi. Bu söz ularning 794 yilidan 1185 yilgacha davom qilgan tinchlik davri Heian Jidai, yani Ping An Shidai da o'ttirga chiqqan bo'lib, o Yapon xalqining ma'naviy va madaniy qimmat qarishi va xarakterini ifodalaydi. G'arbliklar yaponliklarning sapasini tasvirlashda axloqiy xarakter, moral character degan so'zni ko'proq ishlatadi. Ya'ni yaponliklarning axloqiy xarakteri g'arbliklarni xeyli qattiq jalb qilgan bo'lib, Amerika ve Germaniya mu burunqi bir vaqtlarda maxsus xarajat ajratib, yaponliklarning axloqiy xarakteri ve uni vujudga chiqarish tadbirlari ustida cho'nqur tekshirish ve ilmiy tadqiqotlarni olib borgan. Yaponiya ilg'or texnika ve inson taraqqiyoti jihatda dunyoda yetakchi rol o'ynayotgan davlatlarning biri. Biz bo'lsak, o'zimizning mavjudligini saqlab qolish ve normal insanlardek yaşaydigan bir sharoitni barpo qilish yo'lida tirkishayotgan xalq. Shunlashqa, xuddi Yahudilarga o'xshash yaponliklardimi bizda yo'q. Biz o'rganishga tegishli bo'lgan bir qism ilg'or narsalar bor. Uningdan boshqa, nurg'un kishilarning yaponliklar to'g'risidagi tushunchasi faqat yaponliklarning ilg'or texnikasi ve yuqori sifatli mahsuloti bilan cheklanib qolganligi bir amaliyot. Men mazkur maqolada yaponliklar ruhi ve ularning axloqiy xarakterini markaz qilgan holda ularning qanday qilib bugünkidek holga kelganligini bütün dünyani qoyil qilgan ve bütün dünyanın hürmetiga erishgan axloqiy xarakter jihati yuqori sifatlik ve iqtisodiy jihatda intayin kuchli bir millet bo'la olganligini tushuntirib o'taman. Hozir bizning ma'rif ishlarimizga o'zimiz ega emas. Shunlashqa yaponliklar qo'llangan usul tadbirlarni biz aynan qo'llana olmaymiz. Shundoq bo'lsa-mu, ularni to'liq tushunish, ularning ilg'or taraflarini bilib olish ve ularni o'zimizniki bilan selishtirib beqish orqali o'zimizning ojizliklarini to'g'ri ve ilmiy yo'sinda tushuna olamiz. Hem de şu asasda imkoniyat yer berganda yaponliklarning ilg'or usullarini o'zimiz uchun xizmat qildira olamiz. Men o'qirmanlardan mazkur maqolani o'qish jarayonida yuqoridek nuqtalarga alohida ahamiyat berishini samimiy umid qilaman. Men oldi bilan yaponliklarning axloqiy xarakterining vujudga kelishidagi bir qism tarixiy arq ko'rinishlarini tushuntirib o'taman. Andin ularning 9 yillik mecburi ma'rifati o'tiladigan 9 yillik mecburi ma'rifati o'tiladigan axloq darsining mazmunini qisqacha tonushtiraman. En oxirida ularning tabiiy xarakterini bayon qilaman. Maqolaning zurur topilgan yerlarida yaponliklarning oila, jamiyat ve maktab tarbiyasini birlashtirib, nihoyat yuqori sifatli yangi avloddan yetildirib chiqish usul tadbirlerini qisqacha izohlab o'taman. Qadrli qarindoshlar, nimishqa endi bu dars bo'lib qoldi degan vaqtida endi o'zinglar bilasizlar, Uyg'urlar yaponliklarni qiziqdi, yaponliklardanmi hamma narsaga qiziqdi yaponliklar zaten. Shunlashqanda mendan hatta Yaponiyaga berib yashasam qanday bo'ladi, Yaponiya to'g'riliq so'zlab bersangiz deganlar bo'ldi. Men qo'limdan kelishcha maslahatlarni berdim. O'zim bir narsa yozmadim, ama so'zlagan narsalarim bor. Bu kitapta bizniki tadbir nashriyat tarafidan nashr qilgan Erkin Sidiq akamizniki G'oliblarning xarakteri ve sabaqlari degan bu kitapta bu maqola bo'lg'achqa men sizlarga buni paylaşishni, sizlar bilan birlikda o'rganishni loyiq topdim.
İnşallah yaxşı görgen bolsanlar başka birodarlar bilan paylaşıp qo'yasizlar. Birinci, Yaponluqlarning taraqqiyot tarixi haqida qisqacha tushuncha. 1860-yillardan burun dünya bo'yicha ancha bilinib, dünya Yaponiyani ancha bilib ketmaydi. Ammo 1860-yillardan 1940-yillargacha Yaponiya shiddatli holda taraqqiy qilib, qisqa muddat ichida intayin zo'r darajada taraqqiy qilish jihatda dünya bo'yicha bir yangi mo'jiza yaratdi. Yani qadimki zaman ve hozirgi zamonning dastlabki mezgillardagi kuchli imperiyalar, o'rta asrdagi asosli siyosiy kuchlar, İspanya imperiyasi ve Angliya imperiyasi qatorliqlarning hammasi bir qancha asr vaqt sarf qilib, ondan to'liq qudrat tepish saviyasiga yetilgan edi. Ammo Yaponiyaning taraqqiyoti oqar yulduzdek tiz bo'ldi. Faqat 80 yil vaqt ichida dünyanın təqdirini belgiləydiğən qudretli güçlərinin biriga aylandı. İkinci Dünya Uruşu məzgilində Yaponiya bütünlay veyran qılındı. Amma yəni 70 yıldak vaqt sərf qılıb, özünün dünyadakı hükümran ordunu bütünlay əsli keltirib boldu. Bu 70 yıl jarayonida dünyada iqtisadi jihatdan nurg'un davolg'uchlar bo'ldi. Başqa davlatlarning Amerikaning Enron, umumi avtomobil, yani General Motors ga o'xshash nurg'unlagan gigant shirkatlari vayron bo'ldi. Ammo Yaponiyaning gigant shirkatlaridan birasimi yiqilib tushmadi. G'arbdagi taraqqiy topgan ellarning nurg'un shirkatlari Jungu shirkatlariga bosh egdi yoki taslim bo'ldi. Bu xil ahvol hozirmi xili keng ko'lamda davomli yuz beryapti. Ama Yaponiya şirketlerinde bundaq ahval azraqmı yüz bermedi. Hazır dünyadaki siyasi, ictimai ve iqtisadi jihatda en taraqqi qilgan davlatlarning ichida faqat Yaponiyalar özünün qadimki medeniyetini aynen saqlab qala olgan birdan-bir davlat bo'lib hisoblanadi. Yuqoridagi ikki qatimliq taraqqiyot davrida dunyodagi boshqa xalqlar bilan selishtirganda Yaponliklar aqlliq bo'lish, yeni narsalarni tez öğünüp elish, ijotkor bo'lish ve can tikib qattiq ishlashdan iborat bir qism alayda xarakterini namoyon qilgan bo'ldi. Ular g'arb texnologiyalarini nihoyat tez o'zlashtirib oldi. Yevropaliklar bilan bo'lgan siyosiy munosabatlarni nihoyat ustunlik bilan bir taraf qilib, Yevropaliklarning mustamlikasiga aylanib qolmadi. Ular ishini etib, nazarini bütün dunyoga kengaytdi. Nazar doirasi keng bo'lish, yiroqni o'ylash, hamma ishlarni taraqqiyotga to'g'rilash qatorliqlar Yaponliklarning taraqqiyot uchun zo'r unum bergan xarakterlari bo'lib, ular hamda Yaponliklar qadimdan tortib foydalanib kelayotgan bir xil falsafadir. Yaponlik olimlar va faylasuflar milli xarakterini hozirmi nihoyat qattiq ta'kidlaydi. Bu milli xarakter yuqoriqilardan boshqa yana har bir ishda savrichan bo'lish, bir ishni muvaffaqiyatli qilganda uning tajriba saboqlarini intayin puxta yakunlab va xotirlab keyingi muvaffaqiyatlarni kapolatga ega qilish va ömür bo'yi o'rganish, ruhini saqlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Yaponliklarning dini e'tiqodi. Yaponliklarning yetildirgan axloqiy xarakteri ularning diniy tarixi bilan zich munosabatlik. Shunga men bu yerda ularning diniy tarixini qisqacha tunishtirib o'taman. Qadimki zamondan o'rta asrgacha Yaponiyada 3 cho'ng din vujudga keldi yoki Yaponiyaga kirdi. Ular Shinto dini, ya'ni Yapon dini, Budizm ve Konzi ta'limotdan iborat. Vaqtning o'tishi bilan ular bir-biriga ta'sir ko'rsatdi hamda Yaponliklar qimmat qarashi sistemasining yadrosiga aylandi. Shinto dini Yaponiyaning tabiiy yerlik dini, Shintozm deydi. Onun ikki xil asosli xarakteri bor bo'lib, biri tabiatga sajda qilish,
yana biri bo'lsa ajdodlarga sajda qilish. Shinto dinida barliq tabiiy jismlar va hodisalarning hammasida Xudo bor deb qaraladi. Ya'ni vahdati vujud degan nimaga o'xshaydi, sufizmniki. Shinto dinida biror alohida lider mavjud emas, hamda biror muqaddas diniy kitobmi mavjud emas. Shunlashqa Yaponiyaga Budda dini kirgandan keyin Shinto dini Budda diniga qo'shilib ketib, o'zi ayrim mavjud bo'lib tura olmadi. Budda dini Yaponiyaga 6-asrda Koreyadan kirdi. O dastipida faqat shu chog'dagi hukmron sinf a'zolari orasida taralgan bo'lib, 604-yili Buddizm falsafasi asosidagi tunji qatamliq asosiy qonun vujudga keldi. Budda dini 20-asrga kelguncha faqat oqsumaklarning dini bo'lib kelgan bo'lsa-mu, o 13-asrdan boshlab odatdagi fuqarolar orasida taralishga boshladi. Aşu çağda Budda dini istikametinde öldürüş, yani zen, yoki ko'ngilning jimjitligidan iborat bir xil dana dini ve ruhiy holatga erishish samuray sinfi yoki harbiy qismlar ishida keng ko'lamda tarqaldi. Altıncı asırda Yaponiyaga Konzi ta'limotim yetib kelishga boshladi. Konzi ta'limotining 4 asosiy prinsipi bor bo'lib, ular huquqdagi daraja tuzumi, oila sistemasi, mehribonlik va ma'rifni yuqori qo'yishdan iborat. Bu prinsiplar yaponliklarning axloqiga va turmush ko'z qarashiga zo'r darajada ta'sir ko'rsatdi. Yaponliklarning yuqoridagi 3 xil dinga markazlashgan qimmat qarashi sistemasi tinchlik davri deb hisoblanadigan Edo davri 1603 dan 1867 yilgacha da nihoyatda kuchli darajada taraqqiy qildi. Endi 3-mazmun yaponliklarning axloqiy xarakterining 4 turiki degan mazmunni o'rganamiz, jinim do'stlarim. Makala biraz uzun, bugün 121 betlik makale iken hazır 96. betki keldik. 97. bette tügeş oldu da kaderli kelimdaşlar. Ben şu nimeninki ders sözlevatkan narsini bir özlemninki Facebook'ta paylaşıp olay. Biraz vaxtınlarını alımen kaderli kelimdaşlar. Hem de Yaponiyaga berip ikki qatim borgan bo'ldim. Ömrümde ben Yaponchani nihoyatda suyab o'rgangan, ya'ni men 92-yili san'at institutiga kirdim, 96-yili bitirdim. Shu mezgilda o'rgangan tunji chet el tilim, Xitoychani burun yaxshi o'rgangan. Tunji chet el tilim Xitoycha hisoblansa, onun keyingisi Yaponcha bo'ldi. Ya'ni Yaponchani shu Xitoycha orqali o'rgangan bo'ldik, qadrli qarindoshlar. Shunlashqa yoshliqda o'rgangan narsa toshqa muhr bosgandek, qiriqda o'rgangan narsa qumga xatni yozgandek deydigan Uyg'urcha bir maqol tamsilimiz var. Şuna hamda yoshlik vaqtimizda o'rgangan narsaninki hamini biz foydasini ko'ramiz, qadrli qarindoshlar. Yoshliqlarni hergiz baka o'tkazib etmanglar. Vaqtinglar bo'lsa bir chet el tilini, bir qancha chet el tilini o'rganinglar. Uyg'urlar bunda keşkisi yığılab yurduğan bir millet mu emas. Bizninki chet el tilini o'rganish iqtidarimiz nihoyatda yuqori. Her qandaq bir millettim mu bu jihatda farqlanib turimiz. Hatta Mahmud Qashqari deymiz, Yusuf Xas Hacib deymiz. Bu kişiler
hemmimizdeki ortak pehrindiğen insanları, bütkül dünya insanları pehrinlidir. Hatta yapıldıklarına yine yapılanı toncuk ettim haritagi ağan kişininki Mahmud Kaşqari boğumuz ekanligini obdan biladi. Şoňlaşqany hemmisi emas hem de şu bilgenler bilidi de hem üçün. Şoňlaşqa hem de maşunda bazı hürmetki sazaver teripimiz mo bayna atı boğulurumuzdan. Yani biz üzümüz nimiş kılaladık. O başka bir mesele kadirli kıyırdaşlar. Şoňlaşqa ben bunu tavsiye kılımen. Bu dersini başka kıyırdaşlarımı anlap koysun diyen ümittimen. Eğer vaxtınız bolsa, sizlermi başka kıyırdaşlarga tavsiye kılıp koysanlar yaxşı. Hazır ben kompüterdi bir yerde kılamaydım. Bunu ben bir yerden köçürüp elip başka kıyırdaşlarga takdimen cenim dostlar. Yaxşı oldu. Şu erkeslik akımız Yaponiýada yaşaşqa Yaponiýanyňki hatırlarını bizge muşundaq kitap şeklinde ortaklaştı. Biz tedbir neşriyatımız mı bu kitaplarını biz taqatdık jenim dostlar. Texem köpürek kişininki yapılıya toğruluk məlumatqa erişişide paydı ba dep oylayman. Çünkü bazı bir münasebetlerimiz ba yapılla bilen. Anda olsa biz dersimizde davamlaştıraydı jenim dostlar. Üçüncü yapıldıklarının ahlaki karakterinin türü ki Yaponiýa cemiyeti ve yapıllıq kişilerinin anani ve ahlaki karakterinin tört asaslık ilminti ba. Ular Yapon tilideki xanzuç xatta bilen mundaq yazılıdı. Birincisi ön, ikincisi givu, üçüncüsü mugi, rigi, ninjo. Bu jili, jivu, rengşing dep yazılıdıken qarasanlar xanzuçu biladigan qeyrindaşlar mahtelepki qarasanlar külüsüler. Yani muşundakken bu dört ilmiyetten hemmisi yapıldıklarının nazarındaki şan şerefni merkez kılgan bulup bu yerdeki şan şeref bolsa abroy, öz-özgü bolgan hürmet ve kişilik ahlak hatırlıklarının cuglanmasıga qaratılgan. Muşu hukumlarını doğru düşünüş yapıldıklarının hazırkıdak ahlaki karakterinin vücut keltirişdeki maksidi ve hareketlendiriş gücünü aydınlaştırıveriş üçün intayin mühim. Şundakla yapıldıklarının başkalar tarafından külkülük, faciyelik ve dramatik dep qarıldıgan işlerini doğru düşünüş üçün mo naite paydalık. Men tüvende yukarıdaki 4 ilmitini kıskıç şerilep ütümen. Birinci ön. Bu sözün manisi özara menfaat yetküzüş bulup, bunda karakterik ilişkilerden öz gedindeki başkalar tarafından ata kılıngan şan şerefni öz işçiге algan barlıq qarizini itiraf qilish ve ulanı qaytırış talep kılınır. Yapıldıklarının başkalarının yaxşılığını öz yeni bilen qaytırış karakteri muşu ahlaki karakterden kelgen. İkincisi yivu. Bunun manisi takvadarlık ya ki ihlasmenlikten ibaret. Eğer bir adam başka bir adamı qarz bulup kılıp onu qaytıralmaydigan bulup qalsa bu karakter qarz boğucunu qarz kılgıçıga sadaqatmenlik körütüş arkalık öz qarzını yandırışqa rıgbetlendirdi. Üçüncü jili. Bu sözünün manisi Uygurçadaki ve Galitikler tilideki mecburiyet diyen sözünün manisinden xelili köp, xelili murakkep bulup o bir adamın üzünün mecburiyetini
bir şereflik hayatının en yukarı derecelik fonksiyası süpütüde ada kılış ve tamponlaştırışını talep kılıdı. Dördüncüsü Rinqing, yani ninjo. Bu söz adette histaşlık, compassion dep tercüme kılındı. O başkalar bilen ortaklıkını saklaştı hem de Buddha dinindeki takdirinin talebi boyunca insanların taşkı cihetteki farklardan başka olanın hemmisi okşaş ekanligini itiraf kılışını talep kıldı. Kadirli kırımdaşlar, bu yapılarının karakteri doğruluk ma sözlerini belki ben hata okup kalgan buluşum mümkün. Bunu üzerine tüzüp olasılar kadirli kırımdaşlar. Dördüncü yapılıklarının ruhi. Ben xəz üçün okudum. Yapınca şu en akırdakisinin okuluşunu isimde bakken hazır kavgaları giri, gimu, ön. Ön diyenini onu mu unutup kaptım ben kadirli kırımdaşlar. Sizler üzerine materyal görüp bilbasanla bulurdu. Dördüncü yapılıklar ruhi. Eğer yapınıya verip bir mezgil yaşsınız. Yapılıklardan bazı da yapılıklar ruhi degan sözünü anlap kalırsınız. Bu söz yapınca dahi guy dep yazılıp Yamato Damashi dep okuludu. Dördüncü kelime hizmetken bolsunuz çok. O yapılıklarının ruhi ve medeni kıymet karışını hem de Yapon halkının karakterini şerhileş üçün vücut çıkarılgan. Bu söz en desepte 794 yıldan 1185 yılgacha devam kılgan Yaponiya tinchlik devri. Heian Jiday da yapılıkla ruhi yoki medeni kıymet karışını chet elninkidin bulup mu Jungo'nun Tang xandonligining narsalaridan farqlantirish uchun vujudga chiqarilgan. Keyinchi bu söz yapılıklar ruhi bilen Jungo'liklar ruhi o'tirisidagi sifat jihatga selishtiruvini ifodalash uchun ishlatilgan. 1603 yildan 1867 yilgacha bo'lgan Edo davri, Edo Jidayga kelganda yazgıçılar bilen samuraylar bu sözünü çelişçiler yani Bushido'nun şan şeref ve batırlık hukumlarını kengaytiş ve ularını qollash üçün işletken. 1312 yıldan 1317 yılgacha bo'lgan Showa devri de Yaponiya milletçileri yani Showa Jiday yapılıklar ruhini yapılıklarının batır buluş, cüretlik buluş ve igilmez ruhi dep teşvik kılgan bulup o ameliyette şu devirdeki yapılıklarının en mühim harbiy siyasi ta'limotlarının biri bo'lgan. 1867 yıldaki Meiji astiga keltirish devri Meiji Ishin kelganda Yaponiya ruhining 3 xil yangicha atilishi vujudga chiqdi. Onun birincisi dağlık samuray yazgıçısı Kyokotei Bakin o'ttiri qo'ygan bo'lib, onun qarshi bir adam ölüm girdabı kelib qolgandimi, onun ölümge qilchi parvo qilmasligi onun yapılıkla ruhidan bo'lgan ekan. Onun ikincisi Sugawara'nın ölüm vasiyatnamasida yapılıklar ruhi ve Jungo'liklar ilim peni Wakon Kansai deb şerilengen. Onun üçüncüsü bolsa Yoshikawa Tadayasu'nun terakkiyat, toğruluk, sualla ve asası temalar Kaika Sakuron diyen makalesi de yapılıklar ruhi ve chet ellikler teknolojisi Wakon Yosai deb o'ttirg'i qo'yilgan. 1894 yılı 1 Ağustos'tan 1895 yılı 17 Aprilgacha bo'lgan birinci qitimliq Yapon Jungo urushi ve 1904 yılı 8 fevraldan 1905 yılı 5 sentyabrgacha bo'lgan Rossiya Yaponiya urushidagi Yaponiya g'alabasidan keyin Yaponiya millatchilari yapılıklar ruhi ve chet elliklar teknolojisini zamaniylashtirish ve harbiylashtirish
bir moda şuar qilib, 2. Dünya urushidagi Yaponiya harbiy kuchlarining rasmiy yig'ilish chaqiriqi darajasiga taraqqiy qildirgan. Yaponliklar ruhi degan so'z hozirmo Yaponliklar nazariyasi Nihonjin-ron to'g'risidagi muhokamalarda va sportga oid axborot tashviqotlarida davomli ishlatilyotdi. 5. Edo va millatchilik davridagi axloqiy tuzum turg'izish tadbirlari. İnsanların axloqiy xarakterining qadrli qarindoshlar, biz bu tadbirga sindirishning 27-sida Yaponlarning e'tiqodi, axloqiy va tabiiy xarakteri degan mazmunni Erkin-Sidiq akamizning tadbir nashriyat tarafidan nashr qilingan g'oliblarning xarakteri va savoblari degan qo'lamdagi bunu kitobdan o'qiyotman. Hozir 100-betga keldik qadrli qarindoshlar. Yani 5. Edo ve milletçilik devrlerdeki ahlaki tüzüm turg'uzish tedbirleri. İnsanların ahlaki karakterinin bir kısmı universallık ega bo'ladi. Yani bir kısmı bolsa universallık ega bo'lmaydi. Yani o millet, makan ve zaman qarab o'xshash bo'lmaydi. Biz tuvanda ko'rdiğimizdek Yaponliklar uzun müddetlik tarihi devirde jarayonida özlerini bir xil özgüçe axloqiy xarakterga ega qilgan. Edo davridan keyingi hozirgi zaman davrida ikki cho'ng voqeaga Yaponiya ma'arifiga g'oyat zo'r o'zgarishlarni elib keldi. Onun biri 1867-yildagi Meiji asliga qaytish keltirish harakati, yana biri bo'lsa 1945-yildagi 2. Dünya urushining oxirlashishi. Aşu iki vaqtda Yaponiyaning axloqiy tarbiyasi mo nihoyat zo'r ta'sirga uchirdi. Yaponliklar Edo davrida ma'rifga intayin qattiq ko'ngil bo'lgan. O chaqda harbiy va siyosiy huquqlarning hammasi samuray sinifi yoki harbiy qismning quli deydi. Shunga samuray oilalarining bolalarga madaniyat, axloq ve harbiy kasblarni o'rgatish uchun Yaponiyaning hamma yerlarida maktablar qurilgan edi. Bu chaqda samuraylarning axloqi Bushido deb atilgan bo'lib, o samuraylarning harbiy tuzumi edi. Bushido tuzumi Kozu ta'limoti bilan Zen ideyasi asosida qurilgan bo'lib, o kishilarning sadoqatmanlik, o'z-o'zini qurbon qilish, adalet, nomus tuyg'usi, terbiye ko'rgan yurish-turish xislati, saflik, kamtarlik, samuray yoki jangchi ruhi, shon sharaf, mehr, muhabbat va shuningga o'xshash bir qator sifatlarni talab qiladi. Ilova, yuqoridagi Bushido tuzumi Yaponiyada tarixdan buyon fuqarolar orasidagi va oqsumaklar bilan fuqarolar o'rtasidagi insoniy huquq barobarligini intayin yuqori darajada kafolat ega qilgan. Shuningdek Yaponiyada darajasi yuqori kishilar bilan darajasi tuban kishilar o'rtasida va ayollar o'rtasida asosan adolatsizlik mavjud emas. Edo davridagi axloq tarbiyasining muhim nuqtasi jangchi ruhi bilan shon sharafdan iborat bo'ldi. Yani başkalarının üstün kelishini intayin muhim o'ringa qo'yish bo'ldi. Bu yerde ko'zda tutilgani jismoniy kuch bilan başkalarının g'olib kelish deganlik emas, balki Bushido ruhi bo'yicha o'z-o'zidan g'olib kelish uchun ruhiy tarbiya elish deganlik. Chunki bir odam faqat oldi bilan o'z-o'zining ustidan g'olib kelish orqali andin boshqalar ustidan g'olib kela oladi. Bir adamning kuchlikligi o'z-o'zini tizginlashda g'alaba qilish orqali vujudga keladi. Mushunda usul bilan qo'lga keltirgan kuchlik boshqalarni ruhiy jihatda besib tushadi hamda ruhiy qomatning namoyandasi bo'lib, boshqalarning hurmatiga ega qiladi. Tarbiya ko'rgan yurish-turish xislati bo'lsa, ruhiy qobillikni namoyon qilishning muhim bir omilidir.
19. asrning oxirgi qismi, ya'ni Meiji davridagi Yaponiyada axloq, ya'ni morality, ziyolilar orasidagi bas munoziraning ishida eng muhim yerdan o'rin oldi. Bu davrni ijtimoiy darvinizmchilarning muvofiq keladiganlar hayot qoladi. Survival of the fittest deydigan atmosferasi qoplab ketgan bo'lib, Yaponiya buzg'unchiliklarni yengib, shu orqali milliy birlikni vujudga keltirmoqchi va g'arb tajovuzchilaridan o'zining egilik huquqini qo'g'damoqchi bo'ldi. Mushundaq maqsadga yetishda axloq bir xil halqiliq vositaga aylanib qoldi. Jamiyatning hamma tarmoqlari butun xalqni qaytadan tartibga solishning har xil axloqiy o'lchamlarini o'ttirg'i chiqardi. Budizmchilar, xristianlar, ko'zining qo'g'dug'uvchilari, adabiy arboblar, san'atkorlar, tabiiy huquqlarni ilgari surguvchilar, hukumatsizlikni targ'ib qilguvchilar, ayollarning yangicha rolini qo'g'dug'uvchilar va boshqalarning hammasi jamiyatni birlikka keltiradigan axloqiy nuqta nazarlarni ilgari surdi. Har bir guruh o'zining axloqiy tushunchasi asosida birlikni o'zining tub nishoni qildi. Mana shundoq bir qalaymaqon atmosferaning ishida axloq degan kasbiy uqum, disiplin vujudga keldi. Ya'ni intizomchanlik asli bu disiplinning ma'nosi. Ya'ni Yaponiyada axloq uqumi 1880-yillar o'ttirg'i chiqdi. Axloq haqidagi tadqiqot 1883-yili boshlanib, 1893-yili Tokyo Imperiya Universitetida tunji qatimliq axloq fakulteti mudiri ta'sis qilindi. Shuning bilan Yaponiyaning axloqdan davlatni idora qilish vositasi sifatida foydalanish davri boshlangan bo'ldi. Axloq ilmiy ahlilari bilan hukumat amaldorlari butun xalqqa bir xil o'rtaq axloqiy ong singdirish orqali ijtimoiy birlik va jamiyat tartibini ishga oshirishga tirishdi. Shuning bilan birga ular davlat ehtiyojiga zid keladigan buzg'unchiliklar yoki xatarlik ideya va ish harakatlarni har vaqt qattiq bostirish uchun falsafalik asos hozirlab berdi. Shunday qilib, axloqiy birlikni vujudga keltirish bilan xatarlik ideyalarni bostirishdan iborat ikki jarayon o'zaro chambarchas bog'lanib ketdi. 1880-yillarning oldida Yaponiyada ommaviy sorunlarda kichik tarat qilish, ayollar yalang'ochlanib o'xshash bir ko'l yoki munchida suv uchish qatorliq vahshiy ishlar, barbaric practice mavjud bo'lib turdi. 1880-yillarga kelganda Yaponiyada madaniyat axloqi, ethics of civilization ni barpo qilish va qo'g'dashni markaz qilgan bir qator harakatlar elib berildi. 20 asrga qadam qo'yish bilan tang Yaponiyaning axloq tuzumi madaniyat axloqidan ruhiy axloq, ethics of spirit ga o'zgartirildi. O davrdagi nurg'un dangliq Yaponiya ziyolilari tajribachilikni tanqid qilishga o'tib, sabablarni tepish, kuzatish yoki baholash va tajriba qilish qatorliqlarni yaxshilashni aniqlab chiqishning usuli qilishning cheklamasini ta'kidlashga boshladi. Yaponiyadagi axloq ilmiy ahllari aslida germanliklar romantizmining bir qismi bo'lgan milliy xarakter va xalq ruhi degan uqumlar asosida bir o'rtaq xalq ruhi gavdalangan yaponliklar axloqiy unitary Japanese morality ni o'tirg'i chiqardi. Bu yaponliklar axloqi Yaponiya xalqidan o'zini qurbon qilib, davlatga vatanparvarlik sadoqatdan bo'lishini talab qildi. Shuning bilan butun insoniyat uchun o'rtaq bo'lgan madaniyat axloqining o'rnini faqat haqiqiy yaponliklarga xos bo'lgan ruhiy axloq egallab oldi. Qadrli qarindoshlar, bu yaponliklarga aloqador mazmun biroz ko'pkan. Hozir biz 90
91'den başlagan hazır 92. betni körüp bolduk. Yine bizge 21 yani 17 bet var. Ben yine bir qancha bet qilgandan keyin ondan keyin buni ikkinchi dersga ayırayman qadrli qarindoshlar. Yani bir saatin işip kesse yana bo'lmaydi. Yani 6-chisida to'xtaymiz. Xabaringiz bo'lsin. İlave 1985 yıldan 1988 yılgacha men bu yerga hozir planni yozib qo'yay qadrli qarindoshlar. Yani 2001'incisi deb qo'yay. İlave, men 1985 yıldan 1988 yılgacha Yaponiyada bilim aşırı jarayonida bir qancha qatim ko'plagan kishilar mengib atgan qaynoq kuchining buyida bir erning uyida turib kichik tarat qilayotganligini ko'rdim. Yaponlik tanışlarının uyiga barganda dadisi 10 yoshdaga kirib qolgan qizini qipyalang'och qilib, o'zimi hamma kiyimni silib etib, monchuda yuyib qo'yayotganligini ko'rdim. Hojatxonalarda erlar tarat qilayotganda ayol tozalag'uvchilar erlarning orqasida yurib, hojatxonalarni bahramon tozalayotganligini ko'p qatim uchratdim. Hamda har qatim nihoyat rahatsizlik his qildim. Ammo o chaqlarda Yaponiyada nima uchun bunday ishlarning borligini tushunmagan edim. Bu qatim mazkur maqola uchun izlanish jarayonida bular aslida Yaponda qadimdan tartib bor bo'lgan bir qism odatlar ekanligini bildim. Mening ko'rganlarim Yaponiya burunqi odatlarini 100 yildan ko'proq vaqt sarf qilib o'zgartgandan keyingi ahvollar ekan. Bu yerga qiziqarli ishning yana birisini qistirib qo'yay. 1986 yili 10-oyda rahmetlik Abdüşkür Muhammed Emin ustazımız Kobe Gakuin Üniversiteti Tarih Fakültetining profesörü doktor Kodama Shinjiro efendim qatorliq bir qancha professorlarining taklif qilish bilan Yaponiyaga ilmiy doklad berishga keldi. Men shu asnoda Yaponiyada bilim oshirayotgan bo'lib, Abdüşkür muallimning Uyg'urcha dokladini naq maydonda Yaponchaga tarjima qilib berish vazifasini o'tab berdim. Bir kuni Kobe'dagi ilmiy doklad oxirlashganda bir qancha professorlar ikkimizning Yaponiyaning bir tabiiy issiq ko'liga so'g'ib tushishga apadi. Hamda Yaponlik professorlarning hammasi butun kiyimini silib etib, so'g'ib kirishga boshladi. Abdüşkür muallim bilan ikkimiz ularga qarab, hang-tang bo'lib, nima qilishimizni bilmay turib qoldik. Mehmon ilgari bizni so'g'ib kirishga qattiq da'vat qilib, shuning bilan biz ularga o'zimizning o'rib odati to'g'riliq azroq tushuncha berib, Abdüşkür muallim bilan ikkimiz suvga ichki kusurimiz bilan kirdik. Bizning bu ishdan oldin xabarimiz bo'lmag'achqa suvdan chiqqanni almashtirib kiydigan ichki kuslar tayyorlab qo'ymagan edik. Shuning bilan Abdüşkür muallim bilan men ikkimiz bir-birimizga ko'rinmay turib, ho'l bo'lib ketgan kalt ishtinimizni selib etib, bedanimizga uzun ishtanni bevosita kiyib oldik. Mening Kobe'dan Osaka'daki yatqimgacha poyezdda 2 soat ketadigan yo'l bor edi. Hamda necha qatim poyezd almashmasam bo'lmaydi. Shunga o kuni yo'l bo'yi intayin qattiq dekkilik ish edi. Meni yatqimga nihoyat tasdiq qaytib kelib oldim. Ayni vaqtda bu ish menga bek qattiq ta'sir qilgan bo'lg'achqa, o kallamda hozirmi xuddi tunugunki ishdek la saqlanib kelyotdi. Meiji davrining dastlabidagi madaniyat axloqini ishga oshirish harakati bilan bu davrning oxirgi mezgilda elib berilgan nuriy axloqni barpo qilish harakatining har ikkisida Yaponiya ma'rif sistemasini o'zining asosiy vositasi qildi. Axloq faylasuflari yolg'iz axloq to'g'riliq ilmiy asarlarni yozib qolmay, davlat ma'rif ministrligi bilan birlashib, boshlang'ich maktab bolalariga
axloqiy tarbiya elib berish ishiltidigan axloq darsi kitoblarini tuzib chiqdi. Bu chog'da axloq tarbiyasi jismoniy yoki badan tarbiyasi bilan ko'ngil tarbiyasining har ikkisini o'z ichiga oldi. Bu tarbiyalarning maqsadi faqat birla, ya'ni insoniy ustunlikni qo'lga keltirishdan iborat edi. Yaponiyaning zamonaviy ma'rif sistemasi Meiji davrining 5-yili, ya'ni 1872-yili boshlandi. Shu vaqtda Yaponiya hukumati bir ma'rif buyruq chiqargan bo'lib, oningda mundaq deyilgan: "Biz yezilarda birarmi savotsiz uy yo'q. U uylarda birarmi savotsiz kishi yo'q davrini qo'lga keltirishga taqozo bo'lyapmiz." Yaponiyadagi majbur ma'rif tuzumi shu vaqtda tunji qatim yo'lga qo'yildi. Shoshin deb atalgan axloq tarbiyasi shu chaqda boshlang'uchlarda o'tiladigan 8 xil darslarning biri bo'lib o'tilishga boshladi. Yaponiya hukumati G'arbning individuallik qatorliq bir qism ideyalarni Yaponiyaga akirish uchun azroq tirishib baqqan bo'lsa-mu, o narsalarning Yaponiyaga mos kelmaydiganligini darhol his qilib, unda qilishdan voz kechdi. Shunda qilib, Ko'zi ta'limotining asosiga qurilgan axloq tarbiyasi butkul ma'rif sistemasida bir intayin muhim o'rinni egalladi. Yaponiya hukumati ma'rif sohasiga ma'rifining eng muhim vazifasi insoniyatning go'zal axloqiy, adolatlik, sadoqatlik va farzandlarning ixlosmandligini oydinlashtirib berish hamda har bir odamning bilim bilan har xil talantlarini ko'paytirish va kuchaytirishdan iborat. Degan yo'l yo'riqni tushirdi. 1880-yili Yaponiya hukumati axloq haqidagi chetdan kirgizilgan kitoblarni ishlatishni butunlay cheklab, an'anaviy ruhga asoslangan axloq tarbiyasi darsini boshlang'ich maktab darslarining eng oldida qo'ydi. Shuni ulabla ko'p qatim sinov qilish asosida Yaponiyaning podshohlik hukumati butun mamlakat uchun bir ma'rif qo'llanmasi tuzib berdi. Bu qo'llanmada mundaq deyilgan: bizning xalqlik ajdodlarimiz bizning imperiyamizni keng va mangulik asoslar ustiga qurib chiqdi. Hamda nurg'un go'zal axloqlarni cho'nqur va mustahkam turg'izib chiqdi. Bizning xalqimiz sadoqatmandlikda birlashib chin uyushdi. Hamda necha avlod farzandlarimiz buning foydasini namoyon qildi. Bu bizning imperiyamizning asosiy xarakteri bilan bizning ma'rifimizning shonliq g'alabasi. Sizlar, ya'ni bizning xalqimiz, ota-onalarga o'zinglarning bolalik burchini ado qilinglar. Aka-uka va och-singillarga mehr shafqatlik bo'linglar. Er-xotinlar inoq o'tinglar. Do'stlar o'zaro rostchil bo'linglar. Kamtar bo'linglar hamda zamonaviylikqa intilinglar. Hamma odamlarga mehr shafqatlik bo'linglar. O'g'ilish va san'atga davomli intilinglar. Shu orqali ziyonlar qo'shini bilan mukammal axloqiy kuchni yetildiringlar. Shundaqla jamoatning holatini yaxshilab, umumning manfaatini ilgari suringlar. Har vaqt asosiy qonunga hurmat qilib, qonunlarga bo'ysuninglar. Jiddiy ahvollar yuz berganda vatan uchun ko'krak kirib chiqinglar. Shu asosda vatanni qo'g'dab, uning davomli qudrat tepishini uzib qo'ymanglar. Shu orqali sizlar bizning yaxshi va sodiq xalqimiz bo'lib qolmay, ajdodlaringlarning isil an'analarining ulug' varislaridan bo'linglar. Bu qo'llanma 2-Dünya urushi Yaponiya ma'rif sistemasining ulug' bo'lish rolini o'ynadi. Gerçi o 1948-yili amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, uning universal axloqiy qiymati va ta'siri Yaponiyada taki bugungacha saqlanib kelmoqda. 1945-yildan hozirgacha bo'lgan Yaponiyaning demokratiya davrining dastlabida axloq darsi 9 yillik majburiy ma'rifning ijtimoiy fan darsligiga qo'shilgan bo'lsa-mu, keyin u yana bir ayrim dars qilib bekitildi. Shundan boshlab hozirgacha axloq darsi Yaponiyaning 9 yillik
mecburi marifada hepsigi 1 saatten ayrım ders kılıp ötülüp kilovatıdır. İlave, bugün yani 2014 yıl 9. Janvar günü Amerika'daki ataklık yalğızlık kesili otizm mütehassisi doktor Temple Gandin hanım bizden idare kilip okşumagan kıldaki menile different kinds of mind degan temada 1,5 saat doklat berdi. O öz doklatida balalar terbiyesi hakkında mundaq 2 narsani o'ttirib qo'ydi. Birinci, eğer bir bala bir alayda talantga ega bo'lsa, onun aşı talantini en yuqori derece terakki qildirishga yo'l qo'yish. Bataryama qamig o'tirdi, qadrli qarindoshlar. Yani eğer bir bala bir alay talantga ega bo'lsa, onun aşı talantini en yuqori derece terakki qildirishga yo'l qo'yish ve onunla şarait hazırlab berish kerak. Mesela eğer bir bala başlangıç 1. sınıfta başlangıç 3. sınıfın matematikini işleyerse onun matematik dersini 3. sınıf okuvchilardan birga elishga yo'l qo'yish kerak. Onda qilmaydigan o balanın mijazi g'alati bo'lib qolishi, matematik jihatdagi ahvoli zo'r darajada nacharlashib ketishi mumkin. Men buni anlagandan keyin kichikdan boshlab xavzu bolalardan birga o'qib yoki hamma darslarni atalmış qo'sh til sinfida xavzu tilda o'qib, oliy maktabga o'tgandan keyin ishga berib, yana 2 yil maxsus xavzu til o'rganishga majburlanayotgan Uyg'ur o'quvchilardan bakla ansirab qoldi. İkinci, bir balani yaxshi tarbiyalash bir cho'ng mahallini talab qiladi. Ya'ni bir balani yaxshi tarbiyalash oila, maktab, qo'lim qo'shnilar, yerlik shirkat, korxonalar ve kasb ahllarining o'rtaq tirishini talab qiladi. Gandhi xonim dunyoga danglik fizik olimi Albert Einstein bilan Alma shirkatining qurg'uvchisi Steve Jobs'larning har ikkisining kichik vaqtida yolg'izlik kesili giribtar bo'lganligini so'zlab o'tdi. Gerçi yuqoridagi mazmunlar yapıllıklar to'g'riliq deyilmagan bo'lsa-mu, esimdan chiqib ketguncha o mazmunni bu yerga qistirib qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Steve Jobs qadrli qarindoshlar, Yaponiyaning Sony shirkati dunyoga danglik shirkatdi. Ammo bu Steve Jobs Apple shirkatini qurgandan keyin Sony'ninki bozori yani lalanishib qoldi qadrli qarindoshlar. Bu mazmunni esimdan chiqarmanglar. Yani biz bugungi g'oliblarning xarakteri ve saboqlarida yani dünyadaki g'olib milletlerden birisi bo'lgan yapıllıklar to'g'riliq oldingi mazmunni mishagacha o'rganib o'tili qadrli qarindoshlar. Hozirgacha biz yapıllıklarning e'tiqodiy, axloqiy ve tabiiy xarakteri degan mazmunda birinci yapıllıklarning taraqqiyot tarixi haqida qisqacha tushunchani berdik. İkinci yapıllıklarning dini e'tiqodi to'g'riliq qisqacha ma'lumot egalladik. Üçüncü yapıldıklarının ahlaki karakterinin 4 türlü doğruluk meselini sözlep öttük. 4. yapıldıklarının ruhi. 5. ido ve milletçilik devredeki ahlaki tüzüm turguzuş tedbirleri diğer mezmunlarını sözlep birge ügünüp öttük qadrli qarindoshlar. Eğer sizlarga yakın bolsa başka qarindoshlarımızga tavsiye qilib qo'yinglar. Bunun qilib qolgan qismini inşallah kiler shanba kuni mushu vaqtda so'zlayalsak birlikte o'rganib o'tamiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Yani bu makalını yazgan Erkin Sıdık akımızga Allah razı olsun akımızdan. Buna tanışıgan ve milletimizni yaxshilash kuyida bo'layotgan barliq sapasini yaxshilash kuyida bo'layotgan barliq qarindoshlarga Allah rahmat qilsin qadrli qarindoshlar. Unda bo'lsa yeni bir qatimliq tadbir yaysin darslarda inshaalloh 28-sida yapıllıklarning e'tiqodi, axloqi ve tabiiy xarakterininki ikinci bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashib o'tishgacha Allohning
rahmeti, merhameti hemmelerinin üstüge olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.